ozuqa qiymatini ko'tarish. Yashil massa hosili 10-20% ga oshadi. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli chorvadorlar. Mana xudo xolasa senaj uchun oraliq ekin urug'larini ekish ishlari boshlanadi. Bu ishlar asosan oktyabr oyidan boshlanadi, oktyabrning 1-10 Odatda bizda ko'p chorvadorlarimiz oraliq ekin sifatida arpa, bug'doy, tritikali, javdar urug'larini ekishadi. Biz ham ancha yildan beri shu tritikali urug'larni yetishtirib chorvadorlarimizga yetkazib beramiz. Senaj uchun ekiladigan urug'larimizga biz bu yil tritikaliga qo'shib javdar, ya'ni roj deyishadi, shuni ekishni tavsiya qilmoqchimiz. Ya'ni 1 gektariga 200 kg tritikali va 50 kg javdarni aralashtirib ekish. Bundan asosiy maqsad nima? Ozuqa qiymatini ko'tarish. Javdar bilan tritikaliga aralashtirib ekilganda nima bo'ladi? 200 kg tritikali va 50 kg javdarni aralashtirib ekish silos yoki senaj yetishtirish uchun juda samarali va keng qo'llaniladigan agrotexnik usuldir. Tritikali bug'doy va javdarning duragayi bo'lgani uchun ular bir-biriga juda mos keladi. O'sish tezligi va ozuqaviy qiymati bilan birga bir-birini to'ldiradi. Javdar bahorda ertaroq o'sishni boshlaydi. Ildiz tizimi tez rivojlanadi, begona o'tlarni chiqarishga yo'l qo'ymaydi. Shuningdek, u tritikali uchun tabiiy suyanchiq bo'lib xizmat qiladi va kuchli shamol yoki yomg'irda ekinni yotib qolish xavfini kamaytiradi. Javdar bilan tritikali birgalikda ekilganda yashil massa hosili 10-20% ga oshadi. Qumloq va sho'r yerlar juda ham ko'p. Ikkalasi birgalikda ekilganda bu kombinatsiyada juda ham yaxshi hosil olish mumkin. Sababi javdar sho'rlikka va qumloq yerlarga juda ham chidamli hisoblanadi. Tritikali va javdarni qo'shib aralashtirib ekish kombinatsiyasi boniteti past bo'lgan yerlarda juda yaxshi natija beradi. Tritikali oqsilga boy, poyasi yumshoq bo'ladi. Javdar esa erta muddatda zarur kletchatka, yuqori massani beradi. Bizni O'zbekiston sharoitida 5-oktyabrdan 25-oktyabrgacha ekishni tavsiya qilamiz va o'rish muddati may oyining 1-10 kunligiga to'g'ri keladi shunda. Agar bizni tavsiyamiz bo'yicha 200 kg tritikaliga 50 kg javdarni qo'shib eksangiz, hosildorligingiz yana ham yuqori bo'ladi. Ayni paytda bizda tritikalining Odyssey navi va javdarning yangi NS Savo navlari sotuvda bor. Qo'shimcha ma'lumotlar uchun pastdagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin va bizga obuna bo'lishni unutmang. Rahmat.